Hozir hamma farzandini xususiy maktabga berish arafasida. Ya'ni qaysi maktabga bersam, nima qilsam, qaysi yaxshi, xususiy maktablarning ro'yxatlari, plyus-minuslarini tekshirish bilan ovora. O'sha plyus-minuslari va ulardan keladigan yaxshi va yomon odzivlar bilan quyida man etadigan fikrlarni ham inobatga olib, keyin farzandingizni xususiy maktabga bering. 1 yil davomida o'qitgan, bir tiyinlik foyda ko'rmagan. Shartnomani menga jo'natdi-da, shartnomani ko'rib bering dedi. Endi o'sha o'tib bo'lgan srogi, bolasi o'sha bir o'qib ham tugatgan bir yil. Shartnomada nimamish? Mana bajaruvchini, birinchidan ruscha shartnoma. Bajaruvchini majburiyatlari deb yozganda, ta'lim xizmatini ko'rsatish, davlat standartiga amal qilgan holda ta'lim xizmati berish, inostranniy o'qituvchilarni jalb qilish, chuqurlashtirilgan holatda ta'lim berish, umumiy gaplar. Birorta konkret gap yo'q-da. Masalan, sizni mana deylik IELTS darajasiga B1 ga olib chiqamiz, B2 ga olib chiqamiz deylik-da, masalan. Yoki bir qanaqadir konkretizm yo'q-da, umumiy gaplar. Umumiy uni qilamiz, buni qilamiz, tozalikka rioya qilamiz, gigiyena talablariga rioya qilamiz, farzandni unisini xavfsizligini ta'minlaymiz. O'shaning uchun ham masalan o'sha xususiy maktabga beryaptimi bolasini odamlar, olsin shartnomani-da o'qib ko'rsin. Chuqurroq o'qib-da, mana ta'lim xizmatini ko'rsatarkan, oddiy maktab ham ta'lim xizmatini ko'rsatadi. Uni qay darajada ko'rsatadi? Uni o'qish kerak. Shartnoma taklif qilishdi, yuristga ko'rsating. U shart emas menga ko'rsatishingiz. Istalgan, ishongan yuristingizga ko'rsating.